Bir rivayette Peygamberimiz aytadi: "As-siyam vel Qur'an yashfa'an." Oroza menen Qur'an ertege şafaat kılat ekan. Muna tutkan orozabız bargo? Ertege şafaat kılat ekan. Şafaatni tushunasizmi? Sizga o'rtaga tushib qiyomat kuni oroza o'rtaga tushadi. Ya Allah, bu meni qarmagan. Buni kinchi ancha-muncha gunohlarni ham qo'ying ham bu jag'an. Qur'on o'rtaga tushadi ekan. Ya Allah, bu meni o'qigan. Oroza aytayotgan, men bu kunduzi tomoq yegandan ichgandan men to'xtatganman desa, Qur'on aytadi ekan. Tundasi meni o'qib turdim ol deydi ekan. Munaka qiyomat kuni shafaat qilayotgan, yaqulu siyam, ya Rob, mana'tuhu ta'am va shahva fashaffi'ni fihi. Men shafaatimni qabul qilib qo'ychi. Men buni tiyganman ichgandan yegandan debchi. Qur'on aytadi ekan, mana'tuhu nawm bil-layl, tunki uyqudan men to'xtatib turdim. Fashaffi'ni fihi. Men shafaatimni qabul qilib qo'ychi deb so'raydi ekan. Qon aytib, fayushfa'an, yakun tek shafaati qabul bo'ladi. Demak, Qur'onning da shafaati bor ekan. Orozaning da shafaati bor ekan.